Kiprigini tika qilib bo'lmaydi deysiz. Kiprigini tika qilib bo'lmaydi deyishingiz gunoh siz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deysiz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deyishingiz gunoh. Katta kapalak kelsa Qur'on o'qiydi deysiz. Katta kapalayni ko'rib arvoh kapalayni Qur'on o'qishingiz gunoh. Ma'lum kuni kir yuvib bo'lmaydi, mo'y kuni tirnoq bo'lmaydi deysiz. Shuni deyishni o'zi gunoh. Ko'ryapsizmi? Bundan nima bo'lyapti? Bundan shuki, Alloh nima dedi? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmaysanmi? Bilgandan so'ra deydi. Din bu o'yinchoq emas bu. Din bu qurilish emas. Qurilishda fikr bildirsangiz bo'ladi. Aytdim, nima qil, ustundan orasini katta qil, o'qil, buqil, bu naqshni olib tashadi. Dindan olisham, dinga qo'shisham eng katta gunoh kabira. Alloh al-yawma akmaltu lakum dinakum deb bo'lgan. Men diningni 100% qilib bo'lganman deydi. Siz bilan mandaqangi bilimdonlarning bilimi kerak emas dinga. Biz o'qib o'rgansak bo'ldi, unga qo'shisham gunoh, undan olisham gunoh. Shuni kim qo'shyapti? Kiprigini tika qilib bo'lmaydi, kiprigidan oxla bo'lmaydi, kiprigi tegsa falokat bo'ladi. Mana isiriq diniy narsadir. Kim qo'shyapti ekan? Ilmsiz, bilimsiz johillar qo'shyapti. Bir kunda ikkita kelin olib bo'lmaydi. O'lgandan keyin buna qilish kerak, u qilish kerak, tolqon qilish kerak. Kim qilyapti shu ishlar? Nimaga indamaymiz? Biz erkak bo'lib, mana xo'p ayollarki xo'p, ayollarda xo'p palonchi otin oyisi degani ham shu masalalarni chuqurigacha bilmaydi, ochig'ini aytganda. Juda kam arabiy mulla bo'lgan otin oylar juda kam, buni tan olish kerak. Mabodo birortalarning ayollari otin oy bo'lsa hashlaydi.